Kechagina Namanganda bo'ldim. Yoshgina, Alloh rozi bo'lsin. Muhammad Bobur degan yigit ekan. Men bir ko'rishmoqchi edim, Toshkentga bormoqchi edim, duoyingizni olmoqchi edim. Qayerga borsam, men o'zim vodiyga yuryapman, ertaga Andijonga boraman, qaytishda Namanganga kiraman. Shu yerda ko'rishib qolaylik, ukajonim, shu yerda ko'rishdik. Shunaqa bir chiroyli bola. Sizga o'qishga ketayotgan ekan. Duo qiling deb yig'layapti. Yolg'iz o'g'il ekan, bitta singlisi bor ekan. O'sha inson deyaptiki, "Qor aka, meni duo qiling. Bir Belarus insonni musulmon bo'lishiga sababchi bo'ldim. Shu inson meni sababimdan musulmon bo'ldi" deyapti. Men uni da'vat qilganim yo'q, oyat aytganim yo'q, hadis aytganim yo'q. Undoq qilsa qandoq bo'ladi musulmon bo'lishiga sabab bo'lding? Biz bilan u hamkor bo'lib ishlaydi. Biz bilan birga ish qiladi. Bordi keldimiz bor. Ish yuzasidan meni hovlimga kelgan paytda men hovlida onamlarning oyoqlarini o'pib turayotganimni ko'rdi. Mendan so'radi: "Ey, sen nimaga onangning oyog'ini o'pyapsan?" desa, bizda ona shundoq qadrlanadi. Onani oyog'i o'pilishiga kerak deb shatta qo'limdan ushlab, "Ukam, menga islom o'rgatman, musulmon bo'la, musulmon bo'lardi" deydi. Shu kunda bo'layotgan narsa bu. Bir yigitni qarang, g'ayr onasiga qilayotgan mehr ikkinchi bir insonning qalbini o'rtatib yuboryapti. Onangizni oyog'ini o'ping, onasi yo'lab doq demasa keyin gapiring. Qiling shuni. Bu qiladigan ish-ku. Axir kecha aksariyatimiz transport nimaligini ko'rmasdan, pampers kiymasdan o'tgan insonlar biz-ku. Onani ko'rganmisiz? Bolasini tagini yuvib, o'sha axlatini changallab, yuvib, tozalab bo'lgandan keyin bolani dumbasidan o'pib, "Parvardigor, shundoq ne'matni menga berding, senga hamdlar bo'lsin." Dumbamizni o'puvdi-ku, bugun shu oyoq 9 oy 9 kun ko'targan, butun umrini bizga fido qilayotgan onani oyog'iga endi uyalamizmi? Kechagina bir nechta yigitlar aytayapti, shu gapni gapirsam, yuzlaridan, peshonalaridan o'pyapman, lekin qo'lidan o'pib jur'at qila olmayapman deyapti. Qarang. Bu qandoq gap bu? Nega jur'atingiz yetmaydi? Nimaga yetmayapti? Nima kam? Ayolingiz ko'rsin sizni, onangizni oyog'ini o'payotganligingizni, qo'lini o'payotganligingizni ko'rsin. Allohga qasam, nikohingizdagi xotiningiz agar onangizga bir qarab qo'ysa keyin buni qila olmaydi, chunki farzand onani oyog'ini o'pib turibdimi, kelin hech qachon qaynoniga qarshi gapira olmaydi, qarshi ish qila olmaydi. O'zi hamma rasvochilikni o'zimiz qilib, onamizni xo'rlab, "Siz meni ishimga aralashmang, siz meni ishimga aqlingiz yetmaydi" deb o'sha baqiryapmiz xotinimiz oldida. Xotinimiz ham mana shuni ko'rib turib, onamizni bir tenga olayotgan yo'q.